Avvalambor assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugungi xizmatimiz Nur dekoratsiyasining xizmati. Xo'ja Muborak shaharchasida bo'lib o'tyapti. Bugungi xizmatimizning asosiy sababchisi Bahrom akamizning 63 yosh, ya'ni payg'ambar yoshga to'lishlari munosabati bilan bir yaqinlari, farzandlari, o'zini jigarlari tomonidan akam dekoratsiyasini tashkillashtirdik. Bahrom bu o'sha akamiz, bo'lmasa amakimiz, qolaversa bobomizni bir 100 yoshlarga kirishlarini tilab qolamiz. Kelasi yil haj safarlariga borib kelganlarda ham yaqinlar bilan birgalikda kutib olish ahli jamoatga nasib qilaversin. Azizlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Mana shunday yangi videolar YouTube kanalimizga qo'yib boraveramiz. Qolaversa, mana shu tadbirimiz davomini ham hozir yaqin orada sizlarga yoritib berish uchun mana shu o'zimiz studiyalarim bilan birgalikda sizlarga qo'yib boraveraman. Kuzatishda davom etinglar. Xizmatlar bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz. Hammalaringizga rahmat.